Ochib bersangiz bo'ldi aka. Sabab nima? Sabab. Narkotik, psixotrop, o'tkir hidli, o'tkir tig'li narsalar bo'yicha. Men bor uzr. Vaqtingizni olib qo'yganmiz o'zi. Men bor uzr. Rahmat sizlarga. Hammalarni bayraminglar bilan tabriklayman. O'ylayolmayapman, ayol kishidan gul olganmanmi shu yoshimgacha yo'qmi deb. Shunday bo'lsa kerak. Nima narsani qildingiz aka? Narsani qilmadingiz. Bugun bayram ekan aka. Bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Oq yo'l sizga. Rahmat sizlarga. Birga bo'lsa, hammanglar joningiz sog' bo'lsa, yaxshi ishlaylar. Rahmat aka. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Антикоррупция. Assalomu alaykum, antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi hurmatli kuzatuvchilari. Demak, bugun biz bayram, ya'ni 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan poytaxtimizda joylashgan Erkin muntazam yo'l patrul xizmati maskaniga tashrif buyurdik. Ya'ni bu yerga kelishimizning asosiy maqsad yo'l patrul xizmati jumladan vatan himoyachilarini, shuningdek yurtdoshlarimizni bayram bilan tabriklashdan iborat. Vatan himoyachilari albatta sarhadlarimizni, qonunlarimizni, qoidalarimizni himoya qilayotgan ushbu ichki ishlar xodimlari, GAI xodimlari ham kiradi. GAI xodimlarining hozirgi faoliyatini kuzatib, ularni bayram bilan tabriklab, xususan Dildora Sardorbek yo'ldan kirib kelayotgan, poytaxtimizga kirib kelayotgan hozir haydovchilar bilan ham suhbatlashib, ularga ham bayram kayfiyati ulashamiz. Nafaqat vatan himoyachilari, ya'ni kim? Butun xalqimiz erkaklarning bayrami. Avvalambor hamkasblarim Alisher aka va Sardor aka sizlarni ham bayramingiz bilan tabriklayman. Va shu asosda faqat ichki ishlar xodimi yoki harbiy xizmatni o'tagan shaxslarni emas, butun dunyo erkaklarini, ya'ni O'zbekiston ahlini erkaklarini chin qalbdan antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi nomidan tabriklaymiz. Qani bo'lmasa tabriklashga start beramiz. Aka, yaxshimisizlar? Bayramlaringiz bilan aziz boshinglar omon bo'lsin aka. Charchamasizlarmi? Sizlar aka, antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidamiz aka. Shu umumiy vatan o'g'lonlarini bugungi bayram munosabati bilan tabriklash maqsadida mana jamoamiz bilan shu yo'l patrul xizmati maskaniga keldik. Xizmat faoliyatingizga xalaqit bermasa aka, sizlarni mana 5 tami 10 tami haydovchini bir kayfiyatini ko'tarish maqsadida qizimizni tabrigi bor. Shunga ozgina yordaminglarni ayamanglar aka. Xo'p. Rahmat. O'sha haydovchilar to'xtatamizda aka. Mayli, emotsiyasini bitta ko'raylik. Vaqtingizni olib qo'ymaymizmi aka? Xalaqit bermasak bo'ldi xizmatingizga. Rahmat. Navlilar bilan. Bayram. Sizni bayram bilan tabriklash maqsadida to'xtatib, hujjatlarni tekshiryapmiz. Bayramingiz bilan aka. Qaynoq kofe ichib ketasiz. Assalomu alaykum. Qolmang. Sog'a yaxshimisiz? Yaxshi ko'p hujjatlar joydami? Hozir aka kechki reyd tadbiridamiz. Yukxonangizni ochib ko'rasiz. Bormi? Keladi. Aqlagan narsalar yo'q, xudo xolasa, ha? Ketdi. Ketdim. Shoshma. Yandeksda. Assalomu alaykum aka. Bugungi bayramlaringiz bilan charchamasizmi? Sizlarga aziz boshlar omon bo'lsin. Hozir bo'lsa ham e'tibor bu sizga. Bugungi bayramlaringiz bilan aka. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat katta. Aka, sog' bo'ling. Sizlarni ham tabriklayman. Birga bo'lsa, hammanglar joningiz sog' bo'lsa, yaxshi ishlaylar. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Savdolar. Qormanglar, yaxshimisizlar? Joydan hujjatlaringiz. Bitta haydovchilik yordamingizga bersiz bo'ldi mana. Ko'zladim. Siz xo'jayinmi katta? Bir minut qaraverasiz, mayli. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidanmiz. Aka,
bugungi bayramlaringiz bilan tabriklaymiz aka. Mayli, bugungi bayramlaringiz bilan tabriklaymiz aka. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, bugungi bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aka. Ota-onangizni baxtiga doim. Sog' bo'linglar aka. Aka 12 soat mashina haydab charchamadingizmi? Yo'q, biz shahardaman hali, endi keyin. Endi ketasizmi? Bugungi bayramlaringiz bilan tabriklaymiz aka. Rahmat. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidamiz aka. Mana mana shu oz bo'lsa aka, Rahmat. tez aka. Sog' bo'linglar. Mayli aka, ham boringiz. Sog' bo'linglar aka. Men hozir o'ylayolmayapman, ayol kishidan gul olganmanmi shu yoshimgacha yo'qmi deb. Men birinchisi bo'laman. Shunday bo'lsa kerak. Umrlaring uzoq bo'lsin, dunyomiz, yurtimiz tinch bo'lsin, hammaga sog'lik, omad, baraka bo'lsin hamisha. Yo'llar bexatar bo'lsin komandir, hamisha hammani. Sog' bo'ling. Oqiyot. Aka, mana men shuni o'qib qo'yib, bugungi bayraminglar bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning ataganimiz bor edi. Mana bu. Ketdi. Bo'ladimi avtobus? Savdozat, yaxshimisiz? Yashki vosita joyidan hujjatlaringiz? Hamma joyda qo'yganman. Ketdi. Tadbirdan biz kichkina jarima yozib beramiz. Ketdi, gullarni olaylik. Ha, pravolangiz. Joyidami? Pravo. İsmingiz nima? Umid. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qandingizmi mani? Nima narsani qildingiz aka? Narsa qilganim. Narsani qilmadingiz. Bugun bayram ekan aka. Bilaman. Sizni tabriklagani keldik aka. Aziz boshingiz omon bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin aka. Ya gulmaga emas. Yo'q. Nechta erkak bor aka avtobusda? Bilmayman endi. Ko'p, ha? Nimangizda qolmaysizmi aka? O'shani bitta ochib yuborsangiz aka ozgina tabriklab chiqib ketardik aka. Assalomu alaykum. Aka, bayraminglar bilan. Sog' bo'linglar, bayraminglar. 8-marta faqat ayollarga bayram qilaveramiz biz. Erkaklarga faqat bayram qilaylik. Assalomu alaykum. Bayraminglar bilan aka. Bo'ldi. Sog' bo'linglar. Keraklarga berasiz aka. Sog' bo'linglar. Aka, salomat bo'linglar. Mana aka. Rahmat, bo'ldi. Vaqtinglarni olganimiz uchun uzr. Aka, sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Bayramlar bilan tabriklaymiz. Bugun bizda bayram. Vatan himoyachilik kuni bilan tabriklaymiz. Kun davomida charchoqli bo'lgandir, to'g'rimi? Kayfiyat ulashgimiz keldi. Kuningiz yaxshi o'tsin. Kayfiyat kuni? Almatadanmi? Almatadan bugun O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni. Shu munosabat bilan aka bugun O'zbekiston aholisini shunday o'sha har erkaklar bayrami munosabati bilan tabriklagan chiqdik aka. Bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Oq yo'l sizga. Rahmat sizlarga. Ko'p rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi bayramlaringiz bilan Vatan himoyachilik kuni bilan tabriklaymiz. Arzimasa ham kayfiyat ulashgimiz keldi. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Kun davomida bugungi bayramlaringiz muborak bo'lsin. Vatan himoyachilik kuni bilan tabriklaymiz. Bu uydagi ayollarga. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Vatan himoyachilik kuni bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling, bayramlar. Assalomu alaykum. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bugungi Vatan himoyachilik kuni bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. 14-yanvar Vatan himoyachilik kuni bilan tabriklaymiz. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi. Salomat bo'lingiz, yaxshi yetib Assalomu alaykum. Bugungi bayramlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Buni tabriklaymiz. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi. Bagajlarni so'rasiz. Ishdimi? Tinch aka. Nega bagajda? Tushing. Keling. Shu bagajda o'tirasiz bo'ldi. Nega bagajda? Noqonuniy narsalar yo'qmi aka? Yo'q, noqonuniy narsa yo'q. Ko'rib qo'ysak bo'ladimi aka? Sabab?
Sabab shu postdan tikilyapsiz aka. Postdan o'tsangiz hammasini to'xtatib, Aha. bagajni ochaverasiz. Ha? Postdan. Sababmi? Shu Nima sabab? postdan tikilyapsiz. Postdan o'tsangiz nima bo'ladi? Hamma postda men bagajimni ochishim kerak. Noqonuniy narsa yo'qmi aka? Noqonuniy narsa yo'q. Xo'p, o'sha biza mana shu qonun himoya qilib turibmiz aka. Noqonuniy narsa bo'lmasa bir ko'rib qo'yamiz aka. Siz ichi ochib tutib ko'rmayman aka. Ochib bersangiz bo'ldi aka. Sabab nima? Sabab. Shu narkotik, psixotrop, o'tkir tiqli narsalar bo'yicha aka janjallashyapti. Achchig'i kelyapti ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum. Aka, Charchamayapsiz? Bugungi bayramlar. Assalomu alaykum. Bugungi bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bu yoqqa tushirmoqchi edim. rahmat, ming bor bo'lsin. Jahl qilib. Seriozli harakat qilgan aka. Aka buyurmisiz? Rahmat. Maqsad sizni tushirishingda bo'ldi aka. Ming bor bo'lsin. Vaqtingizni olib qo'ygan o'zingiz. Ming bor bo'lsin. Rahmat sizlarga. Hammanglarni bayraminglar bilan tabriklayman. Rahmat, ming bor Sog' bo'lsin. bo'linglar aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi bayramingiz muborak bo'lsin. Vatan himoyachilik kuni bilan. Xudo tabriklaymiz. bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Charchaganingizni chiqib ketasiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Maqsad shu edi to'xtatishdan. Vaqtingizni olgan bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugungi bayramlaringiz muborak bo'lsin. Vatan himoyachilik kuni bilan tabriklaymiz. Charchamadingizmi aka? Bayramlar bilan shirinlik bilan ko'p ichib ketasiz. Rahmat aka, rahmat. Salomat bo'ling. To'xtatishdan asosiy maqsadimiz bayramingiz bilan tabriklash edi. Kuningiz xayrli o'tsin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Bugungi Vatan himoyachilik kuni bilan tabriklaymiz. Aka, ko'p ichib ketasiz. Qayoqdan kelyapsiz? Akbuloqdan charchamadingizmi? Kun bo'yi rulda bo'lsangiz kerak. Sherigingiz bormi? O'zingizmisiz? Salomat bo'ling. Bayramni yaxshi o'tkazing. Hozirgi shofyorimiz, ya'ni uzoq bir davlatda Rossiyadan kelyapman deb aytdilar, to'g'rimi? 100 kundan beri uzoqdan kelayotgan. Endi uylariga ketyapti. Ya'ni qarang, postdan o'z uylariga kirib kelishlarida gullar, shirinliklar bilan, issiqni kofe bilan kutib olish menimcha ancha ularning kayfiyatlarini ko'tardi. Assalomu alaykum. Bugungi bayramlaringiz muborak bo'lsin. Vatan himoyachilik kuni bilan tabriklaymiz. To'xtatishimizdan asosiy maqsad Yo'lda charchamang, doim yaxshi ishlang. Bayramlar bilan. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Ibrohim aka, vaqtingizni olgan bo'lsak ming bor uzr. Aynan bugungi uyushtirgan, ya'ni tabriklarim, ya'ni fuqarolarga beradigan emotsiyamga o'z hissingizni juda katta qo'shdingiz. Rahmat. O'zingizda ham menimcha kayfiyatlaringiz ko'tarildi. Shunaqa fuqarolarni kulganlarini, asabiylashganini ko'rib, odam emotsiyasi boshqacha. Yaxshi kayfiyat, Har yaxshi. qanaqa, ya'ni fuqarolarni ko'rdikda, haydovchilarni. Shunaqa. Ya'ni aytib o'tishyaptiki, bizani to'xtatishganda hozir qo'rqib ketdik, ya'ni kameralarda kelyapti deb aytishdi. Lekin tushganligida shunaqangi emotsiya bo'ldiki, nafaqat men va Ibrohim akani o'zlarini ham kayfiyatlari a'lo darajada bo'ldi. Bugungi yordamingiz uchun rahmat. Kattakon bayramni yaxshi o'tkazib oling. Bundan ham katta cho'qqalarga erishishingizni tilab qolamiz. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling, ish faoliyatingizga omad. Charchamang, sog' bo'ling. Hurmatli antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi kuzatuvchilardi. Bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli yurtimiz erkaklari, sizlarni barchangizni 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni bilan shaxsan tabriklayman. Антикоррупция.